Uydagilarim chet elga o'qishga yuborishmaydi. Siz qanday qilib qiz bola bo'lib turib ota-onangizni chet elda o'qishga ko'ndirgansiz? Qarshilik qilishmaganmi degan savollarni juda ko'p olaman. Ochig'i mening ota-onam ham bor, chet elda o'qib kel deb osonlik bilan jo'natishmagan. Aksincha, qarshiliklar bo'lgan. Hatto erga tegsang ering bilan borasan, qiz bolaga nima bor degan gaplarni ham eshitganman. Lekin men orzuyimdan voz kechmaganman. Men bir narsani tushundim. Ota-onani gap bilan emas, amal va aniq reja bilan ishontirish kerak. Shuning uchun 2-3 kursligimdan boshlab o'zimga mos grantlar izlay boshladim. Amerika, Germaniya, Polsha turli mobil dasturlar, konferensiyalar, sammitlarga topshirdim. Juda ko'p rad javoblari oldim, lekin to'xtamadim. Oxiri 3-kursda Polsha o'qish uchun grant yutdim. Shundan so'ng men shunchaki chet elda o'qishni xohlayman demasdan, gapimni konkret reja bilan isbotlashga harakat qildim. Masalan, qaysi davlatga boraman, qaysi universitet, qanday grant yutganman, qayerda yashayman, xavfsizlik qanday, yonimda kim bor, kim bilan boraman, hammasini aniq qilib bo'lganimdan so'ng oilamga aytganman. Birinchi marta jo'natishda baribir qo'rqishadi. Bu normal va o'zimga mos qiz bola sherik ham topa olganman. Shu qiz bilan birga ketamiz, birga yashaymiz deganimdan so'ng ancha xavotirlari bosilgan. Eng muhimi yodda tutingki, bu bir marta gaplashib hal bo'ladigan masala emas. Men ham ota-onam bilan bir necha bor gaplashganman. Vaqt o'tishi bilan har bir qadamim bilan ularning ishonchini oshirganman. Natijada Polshada o'qib kelishim keyingi imkoniyatlarimga yo'l ochdi. Keyingi semestrda Germaniyada 100% grant yutdim. O'qish ham tekin, oyiga 9 yevro atrofida stipendiya ham berildi. Shunda ota-onam meni yana ham ishonch bilan jo'natishdi. Shuning uchun qizlar, agar chet elda o'qish niyatingiz jiddiy bo'lsa, faqat gapirmang, reja qiling, imkon qadar grant yutishga harakat qiling va eng muhimi sabrli bo'ling. Va albatta menga obuna bo'lishni unutmang.